Nimaga? Chunki u yerga borsangiz, sizga qora ishchidek munosabat qilinadi, oyliqlar ham past. Ishonmasanglar, shu narsani ko'pchilik blogerlar yorityapti, mendan boshqa ham ko'ringlar. Yevropada ham qanaqa? Yevropa ham ideal place emas, Italiya ham. Misol uchun kelasiz, sizga stipendiya bo'pti beradi, lekin u stipendiya qanchaga yetadi? 7-6 oy, 7 oyga yetadi, oshib borsa. Agar unda ham to'g'ri manage qilishni, ya'ni ishlashni, sarflashni bilsangiz, it akillayapti asabga tegib. Keyin to'g'ri ishlatishni bilsanglar yetadi-da, bo'lmasam yetmaydi u ham. Eng katta muammo uy, ish topish, shunga o'xshagan narsalar bor. Ya'ni men bu narsani olishimdan sabab bu yerda ham qiyinchilik va yaxshi tomonlari bor degan ma'noda oldim. Shu narsalarni o'ylab kelinglar, ertaga kelib sarson bo'lib, yo bo'lmasam bu yerda bo'mish bo'lib ketib, bunaqa narsa qilib ota-onalarni qiynab, qarzga tiqib, ya'ni tupikka tiqib qiynalib yurmanglar deb bu videoni oldim. Xudo xolasa yaqinda keyingi videolar ham chiqadi. Xudo xolasa sizlarga qiziqarli bo'lgan topiklarni yoritamiz. Sizlarga qiziqarli bo'lgan savollarni yozib qo'yinglar. Maksimalni Telegramimga o'tib yozinglar, chunki Instagramda kam bo'laman, faqat kontent uchun kiraman. Telegram kanalimiz Instagramda shapkasida bor. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha, agar birovni bilib bilmay haqorat qilgan bo'lsam, yomon narsa aytgan bo'lsam, hammadan kechirim so'raymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, arrivederci.